Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xitoy hijrat va jihodni burmalaydigan maxsus programma ishlab tarqatdi. Xitoyning Xinjiang televiziya stansiyasi yaqinda yolg'onchilik bilan niqoblangan Hijrat G'azat yo'li nomli maxsus programma ishlab tarqatdi va bu orqali Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirishlarni yo'lliq qilib ko'rsatishga tirishdi. Xitoyning Xinjiang televiziya stansiyasi yaqinda yolg'onchilik bilan niqoblangan Hijrat G'azat yo'li nomli maxsus programma ishlab tarqatdi. Filmda Xitoy o'zining Sharq Turkiston musulmonlari ustidan elib berayotgan bostirishlari, diniy va milliy zulmlarni tilga olmasdan aksicha kishilarning xato diniy ideyaning ta'siriga uchrab, zo'ravonlik voqealarini paydo qilganligini va chet ellarga chiqib ketayotganligini o'ttirg'a qo'ygan. Uyg'ur faoliyatchilari bo'lsa, Xitoyning bu filmni ishlash maqsadining Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yoshirib, xalqning diqqatini bo'rash va millatimiz orasiga bo'lgunchilik selish ekanligini ilgari surdi. Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab zulmni bir kunmi to'xtatmagan, bo'libmi yaqinqi yillardan buyon diniy cheklama va bostirishlarni chekidan oshirib, Uyg'ur musulmonlarining o'z yurtida xotirjam yashashiga imkoniyat bermay, bir qism kishilarning zulmdan qochib o'z yurtlarini tashlab chiqib ketishiga majbur qilayotgan Xitoy, amdilikda yolg'onchilik bilan niqoblangan Hijrat yo'li nomli bu programmani tarqatish orqali o'zining jinoyatlarini yoshirib, millatimiz orasiga texmi cho'ng bo'lgunchilik selishga urindi. Bu filmda chet elga chiqib ketish jarayonida va chet elga chiqib bo'lgandan keyin qo'lga elinib Xitoyga qaytirib kelingan bir qancha kishining xato ideyaning ta'siriga uchraganligi sababidan chet elga chiqmoqchi bo'lganligi o'ttirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy o'z jinoyatlarini tilga olmagan. Filmda Xitoy turmasiga qamalgan bir qism kishilarning ziyorat xotirasi berilgan bo'lib, lekin bu kishilarning so'zlarini o'z ixtiyori bilan aytgan bo'lish ehtimolligi nihoyat to'van. Chunki Xitoy turmalaridagi inson qalbidan chiqqan tan jazosi va qiyin qistoqqa elish qilmishlari barg'ansiri oshkorlanmoqda. Ya'ni kelib Xitoyning yolg'on tuhmatlar bilan tutqun qilish, turmalarga qamash elib berayotganligi hammaga ayon. Xitoy bu filmni tarqatish orqali kishilarning Xitoyga qarshi turish va vatanlarini tashlab chiqib ketishiga sabab bo'lgan eng cho'ng omilning Xitoyning vatanimizga bo'lgan tajovuzchiligi va elib berayotgan zulmi ekanligini yoshirib, barg'ansiri kuchayib berayotgan to'qinishlarning sabablarini faqat shu xato ideya ta'siriga uchrash deb tashviq qilgan. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilari va xalqarodagi kuzatuvchilar Uyg'urlarning Xitoydan qochib chiqib ketishidagi asosli sababning Xitoyning bostirish siyosatlari va diniy cheklamalari ekanligini, Xitoyning atalmish diniy asabiylik va terrorlik nomida Uyg'urlarga qarata bostirish elib berayotganligini ilgari surmoqda. Xitoy doiralari Uyg'ur diniy zotlarini islom ahkomlarini burmalashga majburladi. Xitoy doiralari 6-oyning 9-kuni atalmish Xinjiang Islom dini instituti maktabining masjidida Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan 112 nafar atalmish vatanparvar diniy zotni tashkillab, atalmish to'g'ri e'tiqodni tashabbus qilib, o'ttirhal yo'l tutayli degan temada suhbat yig'ini ochdi. 6-oyning 9-kuni atalmish Xinjiang Islom dini jamiyati Xinjiang Islom institutining masjidida Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan 112 nafar atalmish vatanparvar diniy zot bilan to'g'ri e'tiqodni tashabbus qilib, o'ttirhal yo'l tutayli degan temada suhbat yig'ini ochgan. Bu to'g'risida maxsus obzor e'lon qilgan Xitoyning Xinjiang gazeti shu kundan boshlab o'ttirhal yo'l tutib, din asabiyligidan yiroq turayli degan temada maxsus ston ochib, 10 nafar diniy zot bilan o'tkazilgan suhbatni berish orqali islom dini aqidalarini sharhlab, zo'ravonlik va asabiylikka qarshi turadiganligini bildirgan. Yig'inda Xitoy doiralari tomonidan o'rinlashtirilgan 6 nafar imom islom dinining tinchlikni tashabbus qilganligi, hijrat asabiylik tashkilotining mohiyatini tunish, o'ttirhal yo'l tutib asabiylikdan yiroq turish, ittifoqlikni kuchaytirib asabiylikka qarshi turish, jihodni to'g'ri tunish, qonun engini kuchaytirib qonunga rioya qiladigan musulmonlardan bo'lish qatorliq temalarda so'z qilgan. Ular so'zlarida hozir elib berilayotgan jihod va hijrat faoliyatlarining islom ko'rsatmalariga uyg'un kelmaydiganligi, o'ttirhal yo'l tutib asabiylik va zo'ravonlikqa qarshi turish kerakligini ta'kidlagan. Xitoyning bu xildagi faoliyatlarni uyushtirishi qandaqdir musulmonlarni to'g'ri diniy ong bilan yetaklash uchun emas, balki Xitoyga qarshi turmaydigan musulmonlarni yetishtirib chiqish uchundir. Xitoy musulmonlarga yo'lboshchi bo'lishga tegishli imomlarni Xitoyga qarshi turishni xato deb so'zlatkizib, shulardan foydalanib xalqning ideyasini burmalab, Xitoyga qarshi fikrda va harakatda bo'layotganlarni chatga qiqish maqsadiga yetishga urinib keldi.
Biz bu vaqtda İstanbulda yashayotgan diniy olim Abdulhakimxon Mahsumojin bilan maxsus suhbat elib bordik. Mahsumojin islom dinidagi haqiqiy jihad, hijrat va vatanparvarlik ufqumlari va uning ahkomlari to'g'risida tafsili to'xtaldi. Bu programmamizning tafsilotini Istiqlol to'ridan ko'rib olasizlar. Uning gapining ba'zi to'g'ri emas. Gapni uzatmaymiz. Biz jihad degan tirishib kurash qilish degan hukmni izohlash lozim. Deb o'tib ketdi gapni. Jihad degan musulmonlar Allah yo'lida tirishib kurash qilish lozim. Bütün barlığını kesken aletten Allah yoludur. Yani Allah'ın dinini âli kılış, Müslümanları tamamen zulümlü kutkuzu yoldan cinni maymay, kıtkan köreşten ismi cihat. Bunda bir cihatın mevcut işkeldiğini, İslam dininin asas prensipinin bir işkeldiğini bu toğu itiraf kıldı dedi. Ayık gelgende cihatın ruhunu bir olup attı da. Vatani bulayotgan ishlarni bu jihat. Masalan, Hazretini bulayotgan yoshlarning ishi o cihat kelim. Siz cihatta hazır Allah yolunda Müslümanların zulmünü kutluyordu. Tirişip güreş kılış, her kandan asıdın geçip muşuduk nakış değildik. Aş yaşlan şu Allah'ın dinine alıklaşın, Şerq Türkistan halkının zulmünü kutluyorsun, tirişip güreş kılıyordu. Hatta cindin geçiyordu. Mal mülkü demez, candın. Bana bu cihat tamamen özünün ağzından çıkarttıkları cihatının ki tarifine tamamen uygun yaratkan bir hareket mi? Ama cihat hakkında ki düşünce dişkeğinde hakkında demesi bulmayıp kayaklı değildik. An bulavatkan pali tetkiklaş degende burmanağlık. Xitayning dinsizlashtirish tashviqoti davomlashmoqda. Xitayning atalmish zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish va asabiylikka qarshi turish nomidagi xalqning ideyasini burmalash, dinsizlashtirish tashviqotining bu qitimqisi Kucha noyasining Ocha bozorida 10-iyun davom qildi. Xitayning atalmish zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish va asabiylikka qarshi turish nomidagi xalqning ideyasini burmalash, dinsizlashtirish tashviqoti davomlashmoqda. 10-iyun Kucha noyasining Ocha bozorida zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish, diniy asabiylikka qarshi turish temasida adabiyot, san'at, yemak-ichmak va kashtishilik musobaqasi o'tkazilgan. Faoliyatda ayollar Xitoy Kompartiyasining bayrog'i oldida qasam berishga tashkillangan. Bu bozorda yana 800 yoshga musulmonlarning urf-odati va sharmiy hayo qarashiga uyg'un kelmaydigan axloqsiz kollektiv to'y marosimi o'tkazib berilgan. Aqsu viloyatlik muzey yaqindan buyon Kalpin noyasining har qaysi yezi bozorlarda atalmish asabiylikni tugutish faoliyatini ilgari surish uchun sayyora muzey faoliyati elib borgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon elib borgan har qanday faoliyatga yuqorqi safsatlarni qo'shib, Uyg'ur musulmonlarining ideyasini burmalashga, diniy e'tiqodini tutashtirishga, yolg'ondan xalqni Xitoyga moyil qilib ko'rsatishga urinib keldi. Xitoy Ramazon haqida yangi cheklamalarni belgiladi. Xitoy doiralari Ramazon oyi yetib kelish oldida Sharq Turkistonda yillardagiga o'xshashla inson aqli qabul qilolmaydigan darajada chakini cheklamalarni belgiladi. Ramazon oyi yetib kelish oldida Xitoy Sharq Turkistonda yillardagiga o'xshashla diniy cheklamalarni o'ttirg'a qo'ydi. Ijtimoiy taratqularda tarqatilishicha Xitoy diniy vazifadagilarning so'rin atlab tabliq qilishiga qattiq cheklama qo'ygan. Tabliq qiluvchilarning chuqum islom dini jamiyatining siyosiy tekshirishidan o'tib, layoqatlik bo'lishi talab qilingan. Doirlar yana har haftadagi juma namozining masjidlarda cho'qim tushdan keyin soat 2 dan 3 gacha o'qilishi kerakligini belgilagan. Xitoy yillardagiga o'xshashla Uyg'ur oshxonalarining Ramazon mezgilida tijoratini to'xtatmasligini, xiloflik qiluvchilarning jazoga tortilganligini belgilagan. Shuning bilan bir vaqtda yozlik ta'til mezgilida o'quvchilarning ro'za tutishidan saqlanish uchun o'quvchilarning har hafta maktabga berib, siyosiy o'rganishga qatnashib, tushlik tomoq yeyish talab qilingan. Xitoy doiralari masjidlarga bir tutash vaqt jadvali tarqatgan bo'lib, har qaysi masjidlarning juma kunidagi tabliq va namoz vaqtini 1 soatdan oshirib o'tmasligi, namozdan keyin har qanday kishining masjidda to'plashib qolmasligi talab qilingan. Barliq masjidlarning iftorlik tomoq hozirlashi cheklangan. Masjidda islom dini jamiyati tarqatgan 2015-yillik Ramazon oyi vaqt jadvalidan boshqa har qanday vaqt jadvalini tomga esib qo'ysa bo'lmaydiganligi belgilangan. Har qaysi viloyat, nahiya, yezi bozorlardagi Xitoy doiralari Ramazon oyi mezgilida nazorat qilish va amonlikni saqlashni kuchaytirish vazifasini topshirib olgan. Har xil amallardan foydalanib, kishilarning Ramazon oyi mezgilida har xil diniy faoliyatlar bilan shug'ullanishini cheklash talab qilingan. Uningdan boshqa maktablarmo har xil usullar orqali tekshirish elib berib, o'quvchilarning ro'za tutgan tutmaganligini aniqlash
ro'za tutganlar bayqilib qolsa maktabmi jazoga uchraydiganligi to'g'risida uqtirish topshirib olgan. Shuning bilan bir vaqtda kanatlar va yezlar aro kishilar o'zaro ko'z quloq bo'lish tadbirini qo'llanib, kishilarning ro'za tutishining oldi elindi ekan. Xitoy doiralari ro'za tutishga qarshi turish harakatiga moslashish uchun kechida va subhi vaqtida tuyuqsiz charlash harakati elib boradi ekan. Davlat tashyo'li va yo'l eg'izlarida tekshirish o'rinlarini ko'paytib, yo'ldan o'tgan mashina va odamlarga qarata alohida tekshirish elib berish tadbirini qo'llanib, musulmonlarning boshqa yurtda ro'za tutishining oldini oladi ekan. Yana etiz eriqlargacha odam belgilab, ro'za tutgan va tamoq yetkazib bergan kishilarning bor yo'qligini tekshirib, nasihat qilishni kuchaytirdi ekan. Xitoy Uyg'urlarni majburiy holda haqsiz hasharga selayotdi. Türkiye'nin Sabah gazetining 10 iyundagi sonida Xitoy Uyg'urlarni majburiy holda haqsiz ishiltiyotidu degan temada bir maqola e'lon qilindi. Maqolada Sharq Turkistonning ba'zi rayonlarida Uyg'urlarni hukumat ishlarida majburiy holda ishiltiyotganligi, ishlashni qabul qilmaganlarga og'ir pul va qamoq jazosi berilganligi bildirildi. Türkiye'nin Sabah gazetining 10 iyundagi sonida Xitoy Uyg'urlarni majburiy holda haqsiz ishiltiyotidu degan temada bir maqola e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyilgan: Sharq Turkistonning ba'zi rayonlarida Uyg'urlarni hukumat ishlarida majburiy holda ishiltiyotganligi, ishlashni qabul qilmaganlarga bo'lsa pul va qamoq jazosi berilganligi bildirildi. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlarning ommaviy ishlarda haqsiz va majburiy holda ishiltilganligi ilgari surildi. Uyg'ur avtonom rayonining Oqsuda ba'zi nahiya va yezalarda Uyg'urlar hashar degan nom ostida tozlik qilish, eriq o'stan yasash, binam echish, yo'l yasash ishlarini qilishga majburlanmoqda. Xabarda 18 yoshdan 65 yosh oralig'idagi er-ayol hamma Uyg'urning ko'cha tozalash, binam echish, yo'l yasash, eriq o'stan yasash deganga o'xshash ishlarda haqsiz va majburiy ishga selinayotganligi bildirildi. Egalnisha Bugur nahiyasining Soxo yezasida laylatqilar bilan tinib ketgan 3000 metr uzunlikdagi o'stangni bechora dehqonlar haqsiz holda majburiy yasab chiqqan. Hashar ismi bilan ijro qilinayotgan bu qulluq tuzumdagi siyosatga qarshi chiqqanlar bo'lsa, og'ir darajada pul jazosiga va yoki turmaga qamash jazosiga uchraydiganligi ilgari surilgan. Bu hashar amgakiga har bir Uyg'ur haftada 5 kun, kunda eng oz 3 soat haqsiz ishlashga majburlangan. Xalqimiz ishg'olchi Xitoy tajovuzchilari tomonidan qulluq tuzum davridagiga o'xshash og'ir amgak qilishga majburlanib, har xil alvang yasoqlarga uchirmoqda. Ishg'olchi zolim Xitoy doiralari Sharq Turkiston xalqining iqtisodiy egilik tiklashga yo'l qo'ymay, ham yo'qsul kambag'al qo'yib boshqarish, ham bir tarafdan haqsiz ishiltib foydalanish siyosati yurgizib kelmoqda. Xitoy yo'lsizligining yana bir isboti oshkorlandi. Qag'iliq Saybag'da qo'l telefonida qiroat ovozi saqlagan yosh 2 yillik kesilgan. Xitoy Sharq Turkistonda 1 yil davom qilgan qattiq zarb berish to'lqinida 181 terrorlik guruhini bartaraf qilganligini e'lon qilgandan keyin Erkin Asiyo muxbirlari rayonda o'tgan 1 yilda jazolangan kishilarning kimlik va qilmishlari haqida aniqlashni kengaytdi. Natijada Qag'iliqning Saybag' yeza Ho'yli kentida 5 nafar yoshning qo'l telefonida cheklangan uchurlarni ko'rgan yoki yo'llaganligi uchun 2 yillikdan kesilganligi oydinlashdi. Oshkorlanishicha, soqchilar qo'l telefonlarini tekshirish davomida Tursun Mehmet Metnur ismli kishining qo'l telefonida qiroat ovozi tepilgan. Tursun Mehmet telefonini yangidan setib olganligi, mazkur ovozning telefonni setib olishdan burun borligini ma'lum qilgan bo'lsa-mu, bu uning jazodan saqlanishiga sabab bo'la olmagan. Yana bir nafar yosh jilbob kiygan ayolning rasmini boshqalarga yo'llaganligi uchun u 2 yillik kesilgan. Xitoy o'tgan 1 yillik qattiq zarb berish to'lqinida 181 terrorlik guruhini bartaraf qilganligini oshkorlagan. Ammo ularning kimlik va qilmishlari haqida ma'lumot bermagan. Xitoyning mazkur xabarida terrorlik guruhidagilarning 96%ning plan bosqichida tutilganligi eskartilgan. Yuqorqi uchurlardan qaraganda Qag'iliq Saybag' yeza Ho'yli kentida jazolangan ana shu 5 kishining Xitoy tilga olgan 181 atalmish terrorlik guruhidan ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Yuqorqilardan yana ma'lumki, Xitoy soqchilari qo'l telefonida cheklangan uchurlarni ko'rgan, saqlagan va yoki yo'llaganlarni terrorlik qilish ehtimoli bor deb qaragan. Xitoy soti mana bu faraz va ehtimolliklarga asoslanib turib, tutqunlarni terrorlik bilan ayblagan va jazoga buyurgan. Uyg'ur bovoy Xitoyning qo'lida zulmga uchrab, islom davlatiga qaytilganligini bildirdi. 80 yoshlik Uyg'ur bovoy Xitoyning qo'lida 60 yil zulmga uchrab, islom davlatiga qaytilganligini bildirdi.
80 yoshlik Uyg'ur bovoy Xitoyning qo'lida 60 yil zulmga uchrab, islom davlatiga qaytilganligini bildirdi. Bir qism g'arb taratqullarining xabar qilishicha, Iroq Sham islom davlati yaqinda islom davlatining eng yashangan jihadchisi hisoblanadigan bu yil 80 yoshga kirgan Muhammad Amin ismli Uyg'ur bovoyning sin alg'u suhbatini tarqatgan. Islom davlati tashviqot apparatlarining oshkorlashicha, 80 yoshlardagi xo'tanlik bovoy o'g'li, kelini, qizi va 4 nevarasini elib, nurg'un mushaqqatlar bilan Suriyaga kelib, islom davlatiga qatnashgan. Muhammad Aminning sin alg'u suhbati jihadchilarning to'g'rida e'lon qilinib, kishilarning diqqatini Suriyadagi Uyg'urlarga va Xitoyning siyosatiga qo'zg'adi. Sinalg'uda qo'lida Kalashnikov ko'tarib olgan Muhammad Amin bovoy, "Men Turkistonda 60 yil Xitoyning qo'lida zulmga uchirdim. Men o'g'limning mujohidlar bilan birga jang qilib o'lganlik sinalg'usini ko'rib, hijrat qilishni qaror qildim" deydi. Muhammad Amin urushga qatnashtirilmagan bo'lsa-mu, biroq u harbiy mashqni tamomlab bir Kalashnikov mukofot olgan. Amerika boshliq ittifoqdosh davlatlar islom davlatini zo'r terrorlik tahdid deb qarayotgan mezgilda Uyg'urlarning islom davlatiga qatnashishi G'arbdagi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining sezgurligini qo'zg'ab kelgan edi. Kishilik huquq faoliyatchilari Xitoyning diniy bostirishini kuchaytirib, Uyg'urlarning barliq qonunlik faoliyatlarini cheklab, amalsiz qolgan Uyg'urlarni har xil chiqish yo'llarini izlashga majbur qilayotganligini ilgari surmoqda. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan har oy elib berilayotgan oylik suhbat 6-oyning 5-kuni juma jamiyatning Zaytunburnu sho'basida o'tkazildi. Suhbatda kurash qilishdagi g'oya va nishonlarni oydinlashtirish o'ttirg'a qo'yildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan elib berilayotgan oylik uchrashuv va suhbat yig'inining bu oyligi 6-oyning 5-kuni juma kech soat 7 dan 9 gacha jamiyatning Zaytunburnu sho'basida o'tkazildi. Suhbatga jamiyat qarmog'idagi har qaysi o'rinlarda xizmat qilayotgan a'zolar va Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Suhbatga jamiyatning bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Suhbat Qur'on tilovati bilan boshlandi. Ulaika yujzawnal ghurfata bima sabaru va yulqawna fiha tahiyatan va salama. Tilovatdan keyin ustoz Ibrohim Damollam Qur'onning butkul koinotning mezoni ekanligi, uningga ahamiyat berib, hayotimizni Qur'on ruhiga uyg'unlashtirishimiz kerakligi to'g'risida tabliq qildi. Aynan poytaxtlarni tortib akib bo'lgan bu qudrat, bu kuchning egasi bo'lgan Sulaymon aynan askarlari agar bilib qolsa, chimudini desimaydi ekan. Diqqat, va hum la yashurun. Arqadan jamiyatning bosh naziri Abdulakimxon Mahsumajim o'zimizning kurash qilishdagi g'oya va nishonlarimizni oydinlashtirish, fikr va kurash yo'limizni to'g'irlash haqida qisqacha so'z qildi va sabrlik, taqvodor va Robbimizga tavakkul qiladigan musulmonlardan bo'lishga tavsiya qilib tabliq qildi. Va alayhi yata'assas an-nawsani. Mana mushu birinchi turdagi jihatning ustiga qurilish ikkinchi turli jihat. Eng avval buni bajarib keltirsan. Buni bajarib keltirib bo'lgandan keyin mushuning ustiga ikkinchi turli jihat qurildi. Ondan keyin musulmonlar haqiqiy g'alabaga erishadi. Bu jarayonda suhbat ishtirokchilari birlikda kashf tamoq yedi va shom namozni jamoat bo'lib birga o'qidi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan elib berilayotgan bu oylik uchrashuv va suhbat Istanbulda yashayotgan Uyg'urlarga o'zaro iymonlashadigan, fikr almashtiradigan, masalalarni birlikda muzokara qiladigan fursat va so'rin hozirlab bermoqda. Xitoyning kishilik huquq aqtashlik kitobi tanqidga uchradi. Xitoy dushanba kuni e'lon qilgan 2014-yillik kishilik huquq aqtashlik kitobi yolg'on yovdaq bilan to'lgan bo'lib, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va kuzatuvchilarining qattiq tanqidiga uchradi. Xitoyning 2014-yillik kishilik huquq aqtashlik kitobi tanqidga uchradi. Xitoy dushanba kuni 2014-yillik kishilik huquq aqtashlik kitobi e'lon qilib, Xitoy kishilik huquq ishlarining bu bir yilda yangi natijalarga erishganligini, o'tgan yili aholilarning so'z va diniy e'tiqod erkinligida ilgirlash bo'lganligini hamda Xitoyning demokratiya va qonun orqali idora qilishning taraqqiy qilganligini ko'rsatdi. Lekin kuzatuvchilar Xitoy kishilik huquq ahvolining texmo yomonlashganligini ilgari surdi. Bir qism faoliyatchilar o'tgan yillardagi Xitoyning o'sal kishilik huquq xotirasiga selishtirganda, bulturqi kishilik huquq xotirasining razilligi kishini cho'chitdi deb qaradi. 6-oyning 8-kuni e'lon qilgan bu dokladda Xitoy o'tgan yil yuz bergan shuncha ko'p kishilik huquq tajovuzchiliklarni va zo'ravonlik voqealarini tilga olmasdan, aksicha aholilarning adil sotlanish huquqi, osonlik millatlarning huquqi, sirt bilan aloqalashish va hamkorlik huquqiy qatorliq asosli huquqlarga
unumli kapolatlik qilinganligini bayon qilgan. Kishilik huquq kuzatuvchisi 2015-yillik dokladida Xitoyning oqtashlik kitobiga raddiya bergan. Kishilik huquq kuzatuvchisining dokladida Xitoyning atalmish 3 xil kuch, ya'ni bo'lgunchilik, terrorlik va diniy asabiylikni bahona qilib, umumyuzlik milliy kamsitish, og'ir diniy bostirish va kun sayin kuchayayotgan zulmlarni qonunlashtirib, Sharq Turkistondagi vaziyatni texmo jiddiylashtirganligi tanqid qilingan. Sharq Turkistonda o'tgan yili vaziyat keskinlashib, Xitoy maxsus zarb berish harakatini yo'lga qo'ygan bo'lib, nurg'unlagan diniy cheklimlarni yurgizgan. Tutqun qilish va o'lim jazosiga hukm qilishni ko'paytgan. Hatto ochiq oshkora qirg'inchilik elib borgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bu oqtashlik kitobida Sharq Turkistonni maxsus tilga elib, diniy erkinlik va milliy tiliylikni ishiltish huquqiga kapolatlik qilinganligini bildirgan. Tanqidchilar bo'lsa Xitoyning o'tgan yili qarshi fikrda bo'lgan va o'zining huquqiy tajovuzchilikka uchraganligiga qarata e'tiroz bildirgan zo'r turkumdagi Uyg'ur va Tibetlarni qo'lga olganligini o'ttirg'a qo'ygan. Yaqinqi yillardan buyon Tibetda kishilarning o'zini ko'ydirib olish hodislarining qayta yuz berayotganligini, Uyg'urlarga chetishlik zo'ravonlik voqealarining uzilmay davomlashib turganligini ko'rsatdi. Yevropa Ma'rif jamiyatida faoliyat. Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatida jamoatlashishning asoslari degan temada yig'in o'tkazildi. Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatida jamoatlashishning asoslari degan temada yig'in o'tkazildi. 6-oyning 10-kuni Gollandiyada faoliyat olib berayotgan Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining markazida jamoatlashishning asoslari degan temada yig'in o'tkazildi. Qarindoshlar aro iymonlashish va jamoatlashishga bo'lgan tunishni chuqurlashtirish maqsadida o'rinlashtirilgan bu yig'inga jamiyatning idoriy hay'ati rahbarlari va barliq a'zolari qatnashdi. Milliy Görüş Shimoliy Gollandiya rayoni boshlig'i Oktay Dalmaz apandi yig'inga taklif bilan qatnashdi va jamoatlashishning ul asoslari degan temada leksiya so'zildi. Faoliyat nihoyat qizg'in kayfiyatda boshlanib, ko'ngillik oyoqlashdi. Malayziya Xitoyni dengiz tabarligiga tajovuz qilish bilan aybladi. Malayziya Xitoyning dengiz muhofazat qiluvchi paraxotining Malayziya tabarligidagi dengizga kirganligini aybladi. 2-iyun Xitoyning bir dengiz muhofazat qiluvchi paraxoti Malayziyaning 200 dengiz mili doirasi ichidagi alohida iqtisodiy rayonga kirganligi xabar qilingan edi. Malayziya davlat xavfsizligiga mas'ul ministri Shahidan Qasim 6-oyning 8-kuni Vol ko'chasi jurnalining ziyoratini qabul qilganda Xi Jinping bilan ko'rishgan vaqtida bu masalani bevosita o'ttirib qo'ydiganligini aytdi. Uning bildirishicha, bu suv tabarligiga kirgan har qanday chet el paraxotlari tajovuz qilib kirgan bo'lib hisoblangan. Janubiy Xitoy dengizidagi Xitoy bilan bo'lgan egilik huquq masalasida Malayziya asosan ehtiyot pozitsiyasi tutib kelgan edi. Lekin Vyetnam, Filippin bo'lsa Xitoyning kengaymichiligiga kuchli norozilik bildirib keldi. Malayziyaning yuqori qatlam amaldorining bildirishicha, o'tgan yili Xitoy 2 qatim Malayziya yaqin dengiz rayonida dengiz armiya manevri elib berib, Malayziyaning janubiy dengiz talash tortishidagi maydonini o'zgartirishga sabab bo'lgan. Xitoy 1947-yili Xitoy taraf tarqatgan xaritaga asosan Janubiy Xitoy dengizining 90%ga egilik huquqi borligini da'vo qildi. Lekin bu da'vosi hozirgacha hech qanday davlatning e'tirof qilishiga erisha olmadi. Hindistonda mavzudonchilarga qaqshatquch zarb berilmoqda. Hindistonning sharqidagi Jarxon o'lkasida soqchilar bilan isyonkor mavzudonchilar o'rtasida yuz bergan to'qinishda 12 mavchi etib o'ldirildi. Hindistonda isyonkor mavzudonchilar bilan soqchilar o'rtasidagi to'qinishda 12 kishi o'ldi. Hindistonning sharqidagi Jarxon o'lkasida soqchilar bilan isyonkor mavzudonchilar o'rtasida yuz bergan to'qinishda 12 mavchi etib o'ldirildi. Times of India gazetining xabar qilishicha, soqchilar o'lkaning markaziy shahri Ranchdan 140 kilometr uzoqlikdagi Bakoria yezida mavzudonchilarning mukinib olganligi haqida xabar topshirib elib, darhol rayonga yetib borgan. Soqchilar isyonkor mavzudonchilarni elib ketayotganligidan gumonlanib, bir avtomobilni to'xtatmoqchi bo'lganda, avtomobildan soqchilarga o'q ochilgan. Buningga qarshi soqchilarning avtomobilni o'qqa tutishi natijasida avtomobildagi 12 nafar mavzudonchi o'lgan. To'qinish jarayonida yana bir avtomobil bilan qochib ketgan isyonkor mavzudonchilarni izlab tutish xizmatlari davomlashmoqda. Hindiston amonlikni saqlash qismlari Manipur o'lkasida isyonkor mavzudonchilar tomonidan 18 nafar Hindiston askari o'ldirilgandan keyin bo'lgunchi va mavzudonchi guruhlar faoliyat qilayotgan rayonlarda harbiy harakat boshlagan edi. Yaponiya bilan Filippin rasmiy birlashma harbiy manevr o'tkazmoqchi.
Xitayning dengizni tindirib aral yasash harakatining suratini tiziltishiga ergashib, Ikkinchi Dünya urushi mezgilida o'zaro dushman bo'lgan Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik aloqasini kuchaytirishga boshladi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida dengiz tindirib aral yasash harakatining suratini tiziltishiga ergashib, Ikkinchi Dünya urushi mezgilida o'zaro dushman bo'lgan Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik aloqasini kuchaytirishga boshladi. Filippin harbiy taraf Filippinning bu oyda Yaponiya bilan birlikda rasmiy birlashma harbiy manevr o'tkazganligini e'lon qildi. Filippin dengiz armiya bayonotchisi 6-oyning 22-kunidan 26-kunigacha Yaponiya dengizda qo'g'dinish armiyasining Filippin dengiz armiyasi bilan birlashma harbiy manevr o'tkazganligini e'lon qildi. O'tgan oyda bu ikki davlat Janubiy Xitoy dengizi rayonida bir kunlik birlashma harbiy manevr o'tkazgan edi. Filippin harbiy taraf bayonotchisi bu qatimqi harbiy manevrning o'rni va manevrga qatnashadigan harbiy aslihalar soni haqida ma'lumot bermagan. O'tgan hafta Filippin prezidenti Aquino Yaponiya ziyorati jarayonida Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan o'rtaq bayonot e'lon qilib, ikki tarafning xavfsizlikka kafolatli qilish suhbatini kuchaytirish hamda mudofaa hozirliklari va texnika almashtirish kelishimi tuzish uchun o'rtaq tunish hosil qilganligini bildirgan edi. Ikki davlat rahbarlari Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida sun'iy aral yasash qurilishini kuchaytirganligidan qattiq andish qilganligini bildirgan edi. Ziyorat jarayonida Filippin prezidenti Aquino Xitoyni Ikkinchi Dunyo urushi mezgilidagi natsist Germaniyasi bilan selishtirgan edi. Türkiye'de kurulduğun yeni hükümet Uygur siyasetiga qandaq ta'sir ko'rsatdi? Türkiye'deki Uygur teşkilatları 6. ayının 7. günü Türkiye'de ötküzülgen 25. nöbetlik parlament umumi saylimidan keyin yeni kurulduğun hükümetinin Uygur siyasetiga qandaq ta'sir ko'rsatganligiga diqqat qilmoqda. 6. ayının 7. günü Türkiye'de ötküzülgen 25. nöbetlik parlament umumi saylamada 4 partiya parlamentga kirish huquqiga ega bo'lib, 4 siyasi partiyadan 550 parlament a'zosi saylandi. Burunqi parlament a'zolarining 90% almashdi. Hozircha qandaq bir hukumat qurilganligi aniq bo'lmagan bo'lsa-mu, saylangan 550 parlament a'zosi ichida Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildigan kishilar bormi? Qurilgan hukumatning Uyg'ur siyosati qandaq bo'lar? Bundan keyin yangi saylangan parlament a'zolari bilan munosabat o'rnatish uchun Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari nimalarni qilmoqchi deganga o'xshash savollarga ko'z qarashlarini bildirib o'tdi. Seyittim Türk Efendi bu qatimqi parlament a'zosi saylamada Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bildigan ministr va parlament a'zolarining ko'pining almashganligini, yangi saylangan kishilarning ichida Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bildigan ko'p sonda kishining mavjud ekanligini aytdi. Seyittim Türk Efendi Turkiyada hokimiyat beshiga qaysi partiya kelsin, bundan keyingi hukumatlarning Sharq Turkiston masalasini bir tarafga qayirib qo'ya olmaydiganligini bildirdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon Efendi bu qatimqi saylamda ko'p sonda Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bildigan kishilarning parlament a'zosi bo'lib saylanganligini bayon qildi. Hidoyatullo O'g'izxon Efendi partiyalarning ideologiyasiga asosan Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan siyosatda o'xshashmasliklar o'tirg'i chiqadiganligini, ammo umumiy jihatdan elib aytganda qurilgan hukumatning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildiganligini bayon qildi. Turkiya 1946-yili ko'p partiyalik tuzumga o'tgan bo'lib, hozirgacha 25 qatim parlament a'zosi saylami o'tkazilgan. 2002-yildan tortib Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiya davlatini idora qilib o'tadi. 6-oyning 7-kunidagi saylamda 550 parlament a'zosining yarmi bir partiyadan saylanolmaganligi uchun hokimiyat beshidagi partiya o'z oldiga hukumat qurish huquqini yo'qotib qo'ydi. Yangi saylangan parlament a'zolari qasam bergandan keyin Turkiya Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an hukumat qurish huquqini Adolat va taraqqiyot partiyasi boshlig'i Ahmet Davuto'g'liga berdi. Turkiya qonuniga asosan bu hukumat 45 kun ichida qurilishi kerak. Agar 45 kun ichida hukumat qurolmasa, Erdo'g'an ayrim holda saylamda 2, 3 va 4 bo'lgan partiyalarga hukumat qurish vazifasini topshirdi. Agar hammasi hukumat qurolmagan taqdirda yangidan saylam o'tkazildi. Oldimizgi kunlarda Adolat va taraqqiyot partiyasi boshlig'i Ahmet Davuto'g'li boshqa 3 partiyaga o'rtaq hukumat qurish talabini yetkazdi ekan. Hozir Turkiya jamoatchiligi qanday shaklda yangi hukumat qurilganligini 4 ko'z bilan kutmoqda. Turkiyada chet elliklarning ishlarini bajaradigan organ o'zgardi. Turkiyaga kelgan chet elliklarning viza, iqomat iltimos qilish qatorliq ishlari bundan keyin yangi qurilgan ko'chmanlar idorasida bajarildi. Bu organ 2015-yili 5-oyning 18-kunidan boshlab Turkiyaning 81 viloyatida ish boshladi.
Türkiye'nin her qaysi vilayetlerinde ko'chmanlar idorasi ish boshladi. Bundan keyin viza, iqomat iltimos qilish qatorliq chet elliklarga munosabatli ishlar ko'chmanlar idorasi bajarildi. Türkiye'ye kelgan chet elliklarning ishlari burun saqchi idorasining chet elliklar sho'basi bajariladigan bo'lib, 2015-yili 5-oyning 18-kundan boshlab chet elliklarga munosabatli butun ishlar Türkiye'nin 81 vilayetida tasdiqlangan ko'chmanlar idorasi bajariladigan bo'ldi. Bu idora elektronlik iqomat tarqatishni yo'l qo'ygan bo'lib, to'rdili iqomat iltimos qilg'ili va iqomat vaqtini uzartqili bo'ladi. Tunji qitim iltimos qilganlar qisqa muddatlik, uzun muddatlik oila va o'qish iqomati uchun to'rda jadval to'shqizib iltimos qila oladi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalık İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqı proqramımızı görüşkəcə sizlərni Cənab-ı Allah'a tapşırırıq. Assalamu alaykum və rahmetullah.